Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ommaviy sayyor qabul bo'lib o'tdi. Viloyat harbiy prokurori, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i hamda qator tegishli idora va tashkilotlar vakillari qatnashgan sayyor qabulda aholi muammolari tinglandi. Mazkur sayyor qabulda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimida faoliyat yuritayotgan harbiy xizmatchilar, xizmatchi xodimlar va ularning oila a'zolari, soha faxriylari hamda aholidan turli yo'nalishlarda 20 dan ortiq murojaat kelib tushdi. Shu joyning o'zida murojaatlarni hal etish bo'yicha amaliy choralar belgilandi. 5 ta murojaat joyida qanoatlantirilgan bo'lsa, 2 tasi bo'yicha murojaatchilarga qonunchilik doirasida huquqiy tushuntirishlar berildi. 8 ta murojaat tegishli mutasaddi tashkilot va idoralar vakillari ishtirokida muhokama qilinib, hal etish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar yuklatildi. Shundan so'ng favqulodda vaziyatlar boshqarmasida kitob yarmarkasi ham tashkil etildi. Harbiy xizmatchilarning badiiy kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan yarmarka samarali bo'ldi. Badiiy adabiyotga qiziqishi baland bo'lgan yurtdoshlarimiz kitob xarid qilishdi.